Do'stlar, men sizlardan ming bor uzr so'rayman. Mana boshimga egib, qo'lim ko'ksimda ming bor uzr so'rayman. Kecha bo'lgan holatga yoki undan oldingi bo'lgan holatlarga ming bor uzr so'rayman. Odamimiz bexos ko'payib, ancha ko'payib ketdi. Ishchilarni ham ayblamayman. Ko'pchilik kelib ishchilarni ham so'kyapti ekan, ishchilar so'kmanglar. Ishchilar qanaqa, ular ham bizga o'xshagan odam. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapti, lekin ulgurmay qolyapti. Odam ko'payib ketgani uchun. Odam ko'p vaqtda, kech payt juda ham odam ko'p bo'lyapti. Ko'p vaqtda ozgina o'chirit kutiladi. Chunki qanaqa holat bo'lyapti? Bizda apparatlar hamma yo'q, svej tayyorlanadi, apparatlar ulgurmaydi. Men o'zim oqlamoqchi emasman. Yana ming bor uzr so'rayman hammadan. Mana karishchasiga ham uzr so'rayman. O'tgan oyda mana 10 ming dollar ziyonda chiqdim. Men buni nimaga aytyapman? Men o'zim oqlamoqchi emasman. Men ming marta aytyapman. Har doim aybimiz bo'lsa tan olaman men. Chunki o'shanda o'sish bo'ladi. Aybini tan olsa, har doim sizlar o'sha narsani aytsalar, o'sishimiz kuchayadi. Bizni hurmat qilib, bizni o'sha misol uchun o'sha Instagramga qo'yayotgan reklamalarimizga ishonib kelayotganlaring uchun ming bor rahmat. Lekin bir narsani aytib o'tib ketaman. Yana O'zbekistonda nomer 1 marojniy, desertlar haqiqatda bizda. Narxlari bo'yicha ham arzon, hamma tomonlama zo'r. Faqat ozgina o'sha o'chirit bo'lib kutib qolishlaring, shuni inobatga olib kelsalaring yaxshi bo'lardi. Biz xudo xolasa bu xizmatlarni o'g'nash harakatidamiz. Kelgan kamchiliklarni, bizda bor kamchiliklarni to'g'rilayapmiz, ishchilarni ko'paytiryapmiz, hamma yo'l to'g'rilayapmiz. Xullas do'stlar, akalar, opalar, hammadan ming bor yana uzr so'rayman. Yana kelishlaringni kutib qolamiz. Xafa bo'lmanglar, so'kmanglar. Mayli, so'ksalaring ham meni so'kinglar. Xullas men roziman. Lekin xudo xolasa, mana shu biznesni rivojlantirishda ustida ishlayapman. Bu narsa O'zbekistonda yagonaligi uchun, mazalari hamma yo'q yagonaligi uchun men uverin bo'lib aytyapman sizlarga. Kelganlarga, kutganlarga afsus qilmaysizlar xudo xolasa. Kelinglar, rahmat hammaga.